Bugun O'zbekiston ijtimoiy hayotida og'ir muammolardan biri hisoblangan narkotik vositalar tarqalishi va unga bog'liq jinoyatlar bilan keskin kurash olib borilmoqda. Bu kurash endi nafaqat qonun ustuvorligiga, balki har bir fuqaroning kundalik hayotiga yaqin vositalar orqali kuchaymoqda. Endilikda prezident farmoniga asosan jamoat joylarida giyohvandlik moddalarini iste'mol qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik kiritilmoqda. Bundan tashqari narkotesterlar tajribasi ham yo'lga qo'yiladi. Batafsil muxbirimiz Shahzod Abdullayev lavhasida. Bugun dunyo taraqqiyoti qanchalik tezlashmasin, insoniyat bir balodan qutula olmayapti. Narkotika. U shunchaki zararli modda emas, u oilalarni buzadigan, kelajaklarni o'chiradigan, jamiyatni ichidan yemiradigan global tahdiddir. Statistik raqamlar esa haqiqatning achchiq tomonini ochib beradi. Giyohvandlik yo'liga kirganlarning katta qismi 20-35 yosh oralig'ida eng faol, eng kuchli qatlam. Jamiyatning ertangi kuni bo'lishi kerak bo'lgan yoshlar, ammo ular buning o'rniga ko'p hollarda kasallik, jinoyat, ruhiy yemirilish va erta o'lim bilan yuzlashmoqda. O'zbekiston ham bu tahdidga qarshi keskin kurash olib bormoqda. Huquq-tartibot organlari tomonidan har yili tonnalab giyohvand moddalar yo'q qilinmoqda. Jinoyatchi guruhlar fosh etilmoqda. Jamoat joylarida giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va kuchli ta'sirlovchi moddalarni iste'mol qilganlik uchun ma'muriy javobgarlik belgilash, ya'ni 15 sutka ma'muriy qamoq jazosini nazarda tutuvchi modda ishlab chiqarish belgilangan. Ushbu modda amaliyotga yo'lga qo'yilgandan keyin albatta bu jamoat joylarida iste'mol qilganligini aniqlash bo'yicha narkotesterlar ham yo'lga qo'yiladi. Narkotesterlikning samarali vazifasi esa bu turdagi moddalarni iste'mol qilgan shaxslarni o'sha iste'mol qilgan yoki qilmaganligini aniqlash vazifasini belgilab beradi. 2025-yil 3-noyabr kuni prezident tomonidan imzolangan 207-sonli farmonda ushbu band ham nazarda tutilgan. Endi bu narkotesterlarni albatta o'sha xorijiy tajribalarni o'rgangan holda joriy etish belgilab berildi. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, Janubiy Koreyada dorixonalarda ham sotuv yo'lga qo'yilgan. Misol uchun ota-onalar farzandlari ko'chadan uyga kech kelgan holatlarida ularni shu turdagi moddalarni iste'mol qilishga yo'lga kirmaganligini aniqlash uchun ular bemalol dorixonalardan sotib olib, narkotesterlardan o'tkazib, bu turdagi moddalarni iste'mol qilish yo'lga kirmaganligini aniqlash choralari yo'lga qo'yilgan. Bu xorijiy tajribani albatta O'zbekiston Respublikasining dorixonalarida ham yo'lga qo'yilsa, giyohvandlikka qarshi kurashishda jamoatchilik institutini ham jalb qilgan holat hisoblanadi. Tahlikali jihatlardan yana biri shuki, narkotika jinoyatlarni ko'paytiradi. Giyohvandlikka botgan odam ko'pincha navbatdagi dozani topish uchun o'g'irlik, firibgarlik, hatto zo'ravonlikka qo'l uradi. Demak, bu balo nafaqat uni qabul qilgan insonni, balki atrofdagilar xavfsizligini ham garovga oladi. Shunday ekan, daxldorlik hissi muammo hozircha sizdan uzoq bo'lgan paytda ham shakllanishi zarur. Bu kun Shahzod Abdullayev, Baxtiyor Jalilov, Toshkent.